Hammaga bugun bizni biznesimizda reklama uchun kerak bo'ladigan ilovalarni qanday topish va uni telefonga o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga birinchi kerak bo'ladigan ilovamiz ChatGPT. Demak, uni qayerdan olamiz? Uni Play Marketga kiramiz. Mana Play Market. Play Marketdan poisk, ya'ni qidiruv bo'limini bosamiz va poisk приложение degan joyga bosamizda yozamiz. Chat deb yozsangiz chiqib keladi, GPT'si tayyor va uni bosamiz. Bosgandan keyin mana ChatGPT oq rangdagisi, mana ko'rsatib turibman, oq rangda ikkinchi qatorda bu ilovani ustanovka qilamiz, ya'ni bosamiz. Va uni bosganimizdan keyin ustanovka bo'ladi va открыть tugmasini bosamiz. Открыть tugmasini bosgandan keyin biz bunga kirib olishimiz kerak o'zimizning Gmail, mana pastda ko'rsatyapti, Gmail profilimiz bilan. Ya'ni Gmail profilimiz bilan, mana men o'zimniki Shuhrat Elboyev, sizning ham o'zingizda Gmail akkauntingiz bor telefoningizda va o'sha yerda bosib Gmail akkauntingizni ko'rsatsangiz, Gmail akkauntingizga registratsiya bo'ladi. Bu birinchi ilova. Endi ikkinchi ilova bizga tekin sun'iy intellektlardan yana biri Grok ilovasidir. Uni ham Play Marketga kiramiz. Play Marketga kirganimizdan keyin yana poisk degan joyga yozamiz Grok ilovasi. Bosamiz mana birinchi chiqqan ilovani. Grok ilovasi mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi va mana birinchi turgan ilova Grok. Buni ham ustanovka qilamiz. Ya'ni mana menda hozir ustanovka qilingan, lekin yangilash chiqibdi. Uni yangilab olaman bahonamizda. Va buni biz mana yangiladik. Endi hozir bu ham ustanovka bo'ladi. Sizda ham xuddi shunday ustanovka jarayoni ketadi. Siz buni ustanovka qilib olasiz. Hozir ustanovka yakunlashsa открыть bo'ladi. Demak, открыть qilib bosamiz. Bosganingizda sizda ham xuddi shunday ona hosil bo'ladi va bunga ham siz o'zingizning Gmail akkauntingizdan kirib olishingiz kerak. Mana menda ham Shuhrat Elboyev Gmail akkauntim bilan kirib olganman. Siz ham xuddi shunday Gmail akkauntingizdan kirib olasiz. Har deganda termaysiz. Bir marta Gmail akkaunt ko'rsatsangiz, o'zi avtomatik ravishda kirib ketadi. Demak, bu bizda ikkinchi ilovamiz tayyor.